Assalamualaikum dostlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Sumayya. Bugun sizlarga Omonatdor qiz degan hikoyani o'qib beraman. Omonatdor qiz. Bir kuni Fatima maktabga tanaffus vaqtida saboqdoshlari bilan o'ynab o'qituvchi binosining yonidan bir to'rt soat bo'ldi. Fatima soatni o'zini qo'lga olmasdan uni darhol muallimga topshirib beribdi. Muallim unga: Fatima, Alloh sizga katta mukofot bersin. Siz rostdanmi omonatdor qiz ekansiz, debdi. Aslida Fatima soatni tepib olganda uni hech kim ko'rmasdan xohlasa uni o'zining qo'liga oladi ekan. Ammo u Allohning har doim ko'rib turganligini bilgachga soatni o'zining qo'lida bilishni xayoliga keltirmabdi. Birdandan keyin bir qiz yig'layotgan paytda muallimning yoniga kirib keldi va soatni yirtib qo'yganligini aytibdi. Aslida Fatima tepib olgan soat u qizning soati ekan. Muallim unga soatni beribdi va Fatimaga rahmat ayting, debdi. Ertesida deganda maktab mudiri Fatimaning saboqdoshlarining oldida maqtab taqdimnoma beribdi. Xo'sh,